Afg'onistondagi janglarda halok bo'lgan va yaralangan oddiy fuqarolar soni o'tgan yili 2013-yilga nisbatan 22% ga ko'payganini ma'lum qildi. Tashkilotning Afg'onistondagi missiyasi 18 fevralda e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, 2014-yilda janglarda tinch aholidan 10.548 odam halok bo'lgan. 2013-yilda esa bu ko'rsatkich 8.637 odamni tashkil qilgan edi. Hisobotda aytilishicha, tinch aholi orasida halok bo'lganlarning 72% uchun Tolibon harakati mas'uldir. Afg'oniston qurolli kuchlarining amaliyotlarida 12%, xorijiy kuchlarning amaliyotlarida 2% tinch aholi vakillari halok bo'lgan. AQSh va NATO kuchlarining Afg'onistondagi missiyasi 2014-yilning oxirida rasmiy turda bitgan. Shundan beri davlat xavfsizligi afg'on armiyasining qaramog'ida. Makka shahrining aholisi politsiyaga uylarning birida hafta sayin muhojirlar to'planayotganini aytishgan. Politsiya mazkur yerga kelganda Bangladeshning fuqarolarini topishgan. Ularning uyda o'ynaydigan qarta va 16.000 riyal olindi. Ushlangan fuqarolarga qanday jazo qo'llaniladi hozircha noma'lum. Saudiya Arabistonida qimor o'yinlariga taqiqlangani sabab qirollik shariat qonunlari bilan yashaydi. Isroilning suvda suzuvchilari O'rta Yer dengizining Siriya bo'g'ozida o'lka tarixidagi eng katta oltin tangalarning konini topishdi. Unda 10-12 asrlarga taalluqli jami bo'lib 2000 ga yaqin tanga bo'lgan. Avval g'avvoslar konni topganda tangalarni o'yinchoq deb o'ylashgan, biroq keyinroq uning qimmatbaholigini bilishgan. Isroil hukumati bu topilmani noyob deb nomladi. Endi oltin tangalar davlatning xususiy mulkiga aylandi. Uni topganlarga hech qanday mukofot berilmadi.